Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan array metodlari bo'yicha 4-darsimiz va bugun ko'rib o'tadigan metodimiz bu unshift metodi bo'ladi. Arraylardagi unshift metodi nima qiladi? Arrayning boshiga yangi elementni yoki elementlarni qo'shadi va yangi uzunlikni qaytaradi, ya'ni arrayning uzunligini qaytaradi. Asosiy sintaksi array chaqiriladi, istalgan bir array unshift metodi chaqiriladi va bir elementga virgul bilan va hokazo elementlar berib ketish mumkin. Bir yoki bir nechta element qabul qiladi, ahamiyati yo'q, eng kami bitta. Arrayning uzunligini qaytaradi natijada. Birinchi misol olib sinab ko'ramiz. Bu yerga tashlayman. Bu yerda fruits degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va banan va uzum qiymatlarini o'z ichiga jamlagan arrayni saqlab turibdi. Va pastda new length o'zgaruvchisi e'lon qilingan va fruits arrayga murojaat qilinyapti va unshift metodi chaqirilib, olma degan yangi element berib yuborilyapti. Ya'ni banan va uzum qiymatlaridan tashkil topgan arrayga yangi olma degan array qiymat uzatilyapti. Konsol lokka chiqaryapmiz fruits arrayni. Bu safar endi ikkita element etib 3 ta bo'lib chiqadi. Olma, banan va uzumdan. Banan va uzum qatoriga olma qo'shiladi. Ya'ni unshift bizga boshiga qo'shadi. Biz oldinroq ko'rgan push metodi arrayni oxiriga qo'shar edi, lekin unshift metodi boshiga qo'shib beradi. Va konsol lokka new length o'zgaruvchini chiqaryapmiz va buni natijasi 3 chiqishi kerak. Nega? Chunki biz aytdik, unshift metodi arrayga qiymat qo'shadi va arrayning uzunligini chiqaradi deb. Ya'ni nechta elementdan tashkil topganini. Terminalni ochib olaman va node arrays.js deb ishga tushiramiz. Va natijada olma, banan, uzum chiqdi. Ya'ni bu yerda chiqishi kerak bo'lgan narsa fruits array konsolga chiqdi va 3 chiqdi, ya'ni length chiqdi. 3 ta elementdan tashkil topgan. Buni kommentariyaga olamiz. Va keyingi misol bir nechta elementlar qo'shishni sinab ko'ramiz. Uni kopirovat qilaman va bu yerga tashlayman. Konstantda nums degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va 3 va 4 qiymatlarni qabul qiladigan array turibdi. Va nums arrayga murojaat qilinib, unshift metodi chaqirilgan va 1,2 berilgan. Ya'ni ikkita qiymat beryapmiz unshift metodiga. Birinchi qiymat 1 va ikkinchi qiymat 2. Konsol lokka nums degan arrayni chiqaryapmiz va natija 1, 2, 3, 4 degan qiymat chiqishi kerak. Buni ishga tushiramiz. 1, 2, 3, 4. Bu yerda faqat son emas, stringdan foydalanish ham mumkin. Misol uchun hello va bu yerda world saqlab ishga tushiradigan bo'lsam, hello world 3, 4. Boshiga qo'shaveradi, uni ahamiyati yo'q. Buni eski holiga qaytarib qo'yaman. Va bu yerni kommentariyaga olaman. Mana endi 5 array element qo'shishni ko'rib chiqamiz. Buni ham hech qanaqa farqi yo'q. List degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va bu yerda constant len degan o'zgaruvchi e'lon qilingan. Shuni length qilib qo'yishimiz kerak. Bu yerda ham length qilib qo'y. Ya'ni length degan o'zgaruvchi e'lon qilindi va list arrayga murojaat qilinib, unshift metodi chaqirildi va birinchi degan qiymat berib yuborildi string ichida. Va console logga list degan arrayni chiqaryapmiz va qiymat sifatida array ichida birinchi degan so'z chiqishi kerak va console logga length o'zgaruvchini chiqaryapmiz va arrayning uzunligini qaytarish kerak. Buni saqlab ishga tushiradigan bo'lsam, birinchi, ya'ni bu yerda ikkidagi kod ishga tushyapti va ikkinchi qatorda 1 chiqyapti. Ya'ni arrayning uzunligi. Misol uchun buni birinchidan keyin virgul qo'yib ikkinchi deydigan bo'lsam, ishga tushiramiz. Mana birinchi va ikkinchi degan elementlar chiqyapti, array va 2 degan son chiqyapti. Bu 2 array nechta elementdan tashkil topgan bo'lsa o'sha. Ya'ni bu unshift metodini o'zi qaytaradi bu sonni. Unshiftni o'zi qaytaradi uzunligini. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.